Xonanda Oybek Sultonov 1967-yilda tug'ilganman, 20-iyulda. Hozirgi ishlayotgan joyim Toshkent viloyat maqom ansamblining yetakchi xonandasiman. Farzandlarim bor. Kenja farzandim Shahzod Sultonov. Shu o'g'lim shu sohada ketdi. Endi u aktyor. Nevaralarim ko'p. Sanasi barakasi uchib ketadi. Ismingiz kim? Rayana. Rayona, nima uchun kelganingizni xabaringiz bormi? Ashula aytgani. Ashula aytasizmi siz? Qaysi ashulani aytasiz? Habibim. Rostdan. Xo'sh, kelingchi mana yaqinroq o'tiring. Hozir. Bilaman, boshqacha eshitib olamiz hozir. Xo'sh, marhamat. Sochlaringni silasam, Habibim. Barg'imga bo'samam, Habibim. Erkalar desalar, Habibim. Seni ko'rsam ado bo'laman. Zo'r. Qarsa chalib qo'yamiz, zo'r. Uyda eng zo'r kim qo'shiq aytadi? Sizmi? Hammadan zo'r aytasizmi? Zo'r. Bilan taniysizmi? Kim bo'ladi sizga? Buvam dadam. Xabaringiz bormi? Bular ham qo'shiq aytadi ozgina. Sizchalik emas, lekin yaxshi harakat qilaman deyaptilar baribir. Ashulalarim ko'p, mana shogirdlarimiz aytyapti. Zilola degan ashulam juda ham hit bo'lgan, uni aytmagan ashulachi qolmagan. Bu ashulachi to'y ham o'tmagan. Nigohlaring sirli boqar zilola. Eng birinchi shogirdlarim Ozodbek Nazarbek. Biz Muxtor akam bilan jo'ra ulpat edik. Kaklas Muxtor akamga borsam, qop-qora o'zimga o'xshagan bola ko'rib, shunaqa endi farishtani ko'rgandek salom berganda, hayron bo'ladim. Kim ekan bu bola desam, Oybek dedi, mana bola dedi. Sani shogirding ekan. Zilolani zo'ratgan uchun men shogird qilib oldim. Nima qilsa, olib ket. Avvalo sani qidirib kelgan ekan deganda Ozodbek bitta gap men hali ham qulog'imda turadi. Men bitta ustoz qidirib kelib, ikkita zo'r ustozni shogirdi bo'ldim. Haqiqiy duoni olgan shogirdlarimizdan bittasi bu bola bo'lsa, keyin Orol Mirzo Safarov ham shu birinchi shogirdlarimdan. Endi hozir birma-bir nom aytadigan bo'lsa, juda ko'p shogirdim. Qayerga bor, o'zimni tanimaydigan shogirdlarim bor. Alijon Sohib shogirdimni qatnashayotgandan xabar bor, telefon qilib, "Usta, mana shunaqa ovoz loyihasi yosh kattalarniki bo'layotgan ekan. Xabaringiz bormi?" dedi. O'zim ham mana shunaqa bellashuvlarni yaxshi ko'raman. Bitta narsani xohlardim, halollik bo'lsa bu. Kim zo'r bo'lsa, shu eng zo'r o'rinlarda olsin. Qo'limni ko'taraman. Hamma o'zini bor Xudo bergan talantini ko'rsatsin. Ayash yo'q. Ayash yo'q. Chunki bu ring. Bugün seni uzatamiz. Yığlama kız, yığlama kız. Özge uyga kuzatamiz. Yığlama kız, yığlama kız, yığlama kız, yığlama kız. Çımıldıktan moralama, yerim dolar carya. Kelinligi şuning bilan shirin dolar carya. Bugün seni uzatamiz. Yığlama kız, yığlama kız. Опия Мухридин Халиков. Yığlama kız. Boshlaylar. Menga
Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Rahmat. Ismingiz nima? Oybek Sultonov. Oybek Sultonov. Oybeklarning beki Sultonov. Yozib oldingizmi? Yozib oldim. Yozib oldingiz. Zo'r ekan. Ijro zo'r, vokal zo'r ishlasa bo'ladi. Xafa bo'ldingiz faqat men jamoamga tushganingizga, boshqa hech kim bosmaganiga. Yo'q, nimaga? Xafa bo'lib turibsizda, как будто hech kim bosmagandek bo'ldi. Yo'q, endi ustozlar savol bersa, javob beraman deb turibman. Ha, bo'ldi. Savol berar ekansiz. Bu qo'shiqni aytish tanlaganingiz endi bilaman. Bu juda ham mashhur qo'shiq. Rahmatli Mohriddin Xoliqov. Mohriddin juda ham ajoyib ijro etardi. Siz nima maqsadda bu qo'shiqni tanladingiz? Men o'zi Sher akamiz qo'shig'ini tanlamoqchi edim. Keyingi etapda Sher akanikini aytamiz. Muxor akamnikini nimasida juda ham yaqin ovozinglar deb menga shu Muxor akamni ashularidan tavsiya qilishdi-da. Sher akanikidan ozgina bo'lsa. Muxor akam menga muxlis bo'lgan lekin. Wow! Mana shu meni jamoamga mutaxassis kelibdi. Sher akanikidan ozgina bo'lsin. Ozgina zayavka qilaylik keyingi etapga. Har yomonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur, o'ngda tur yo so'lda tur, do'st bo'lsang yonimda tur, do'st bo'lsang yonimda tur, Rahmat. do'st bo'lsang yonimda Bo'ldi. Mamnun bo'ldingiz a, juda. Tabriklayman. Tabriklayman. Rahmat, omonat. Ilhom aka, do'st bo'lsangiz yonlarida turing bo'lmasam, a? Ishlaymiz a? Do'st bo'lsang Albatta yonimda tur. ishlaymiz. Bo'ldi. Bu qarsaklar siz uchun. Omad. Oybek Umarovich. Omad. Jamoaga marhamat. Xush kelibsiz. Agar oshiqligim aytsam kuyib jonu jahon o'rtar. Nimaga bosmadinglar? Zo'r vokalni. Yo'q edi sizga. Sizga buyursin deb bosmadik. Chempionlar hammasi men jamoam. To'g'rimi? O'sha chempion etyapman. Lekin xafa bo'ldi, по-моему, Men hozir sizni bitta- kutib o'tdi. Круто ты попал на тебе. No, turibdi va DJga tushdim deb xafa bo'lib ketdi. Yo'q. Xafa bo'lib ketdi. A tushdi-yu. Farruh Karinch bilan ishlamoqchi edi. Siz juda ham требованиеңiz kuchli ekan-a, Farruh Karinch. Yo, ovoz yaxshi. Очень требовательный. Ovoz bor, lekin men o'xshatganlarni yoqtirmayman, rostini aytsam. По-моему, siz nimanidir bilasiz, Farruh Karinch. Это жизненный опыт. Da? Qanaqa bo'ldi? Juda yaxshi, lekin hayajon, baribir sahnani sirlari, o'ziga yarasha nimalari bor. Sal qiyinchilik bo'ldi. Lekin nima bo'lganda ham siz ovozdasiz va bu bilan sizni tabriklasak bo'ladi. Siz bilan endi tez-tez ko'rishib turamiz. Tabriklayman.